Bugun sizlar bilan tikuvchi va dizayneri farqini bilib olamiz. Qani ketdik. Tikuvchi tayyor andasi yoki dizayn asosida kiyim tikadi, ya'ni texnik ijrochi. Dizayner kiyim g'oyasini yaratadi, eskiz chizadi, fason, mato, rang uyg'unligini tanlaydi, ya'ni ijodkor. Tikuvchi ish jarayonida buyurtmachining o'lchovini oladi, mato kesadi, mashinada tikadi, tayyor kiyimni tugatadi. Dizayner esa moda tendensiyalarini o'rganadi, eskizlar yaratadi, kolleksiya konsepsiyasini ishlab chiqadi, tikuvchi bilan g'oyalarini realga aylantiradi. Tikuvchi texnik aniqlik, sabr, tikuv mashinasini yaxshi bilishi kerak. Dizayner esa ijodkor, estetik did, chizmachilik, shakl va rang uyg'unligini his qilishi kerak. Tikuvchining natijasi buyurtmani amalga oshiradi, dizayner esa g'oya bilan konsepsiyani yaratadi. Dizayner kiyimning umumiy ko'rinishini, ranglarini va shaklini belgilaydi. Tikuvchi esa shu dizaynni haqiqatga aylantiradi. Xulosa qilib aytganda, dizayner orzu yaratuvchi, tikuvchi esa uni haqiqatga aylantiruvchi. Siz nima deb o'ylaysiz? Tikuvchining ishi qiyinroqmi yoki dizayneri? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.